Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchangizga. Agar kim ayron ichgisi kelsa, kun sovuqligi uchun ayronni sal elitib ichish tavsiya qilamiz. Misol uchun mana qatiqni olamizda, 2 stakan qatiq solamiz, qatiq stakanga aralashtirib turib, unga tapga ko'ra suv solamiz. Qaynagan suv. Qaynagan suv solib turib va tapga ko'ra tuz solib aralashtiramiz. 428 marta, 428 marta o'ng tarafga, 428 marta chap tarafga aylantiramiz. Va undan keyin 400 marta tepaga, 400 marta pastga, qoshiqni tepadan pastga chiqarib tushiramiz. Undan keyin bakalni tekis holatda ushlaymiz va sekin 10 marotaba aylangandan keyin chap qo'limiz bilan 8 marta chapga, 10 marotaba aylanib, o'ng qo'l bilan 8 marta o'ngga aylantiramiz. Undan keyin bakalni tekis ushlaymizda va buni asta sekin o'ng tarafga 3728 marta chayqatamiz. 3728 marta chap tarafga chayqatamiz. Undan keyin bakalni ikki qo'limiz bilan tekisda ushlab turib, bakalni aylantiramiz. 9000 marta doiracha aylana shaklida o'ng tarafga, 9000 marta va 9000 marta chap tarafga aylantiramiz. Undan keyin qoshiqni chiqarib qo'ygandan keyin, qoshiqni tepasiga qo'yib qo'ygandan keyin tomchisini og'irgacha stakanga tomchini kutamizda va yana qaytadan qoshiqni solib, bakalni o'ng qo'lda ushlab 10 marta tepaga, 10 marta pastga tushirib chiqaramiz. Undan keyin chap qo'lda ushlab bakalni 10 marta tepaga, 10 marta pastga tushiramizda va bakalni sekingina olib kelib ichiga qaraymiz. Aralashgan bo'lsa, uni sekingina yana bir marta aralashtirib, qoshiqni 824 marta bakalga urgan holda, o'ng qo'limizda qoshiq, chap qo'limizda bakal. 824 ming marta urgandan keyin qoshiqni chap qo'limizga olamizda, o'ng qo'limiz bilan tayyorlangan ayronni ichamiz. Bismillah. Ayronimiz yoqqan bo'lsa, tabiiy ayron vaqtni tejaydi, tez tayyor bo'ladi. Murojaat qiling. Ayron. Ko'chadagi odamlar menga qarab qoldi-ku hayron. Shuning uchun ichmangiz achigan ayron.